Xullas bugun judayam ajoyib kun. Chunki men bugun yangi reja qabul qildim. Ya'niki keyinroq aytaman u rejani va sizlarga yana bitta yangiligim. Bugun Jo'xa bilan gaplashamiz. Agar o'xshab qolsa, chunki o'xshab qolsa degani nima degani? Tak stop. Jo'xaga ulanish qiyin bo'lyapti, chunki u tomonlarda aloqa yaxshi emas ekan. Chiroqni o'chiramiz. Albatta mana bu yerda sariq mashina turibdi. Meniki qizil edi. Buni sariqqa bo'yattirdim, sariq rangga kraska urdirdim. Xullas, qanaqa chiqibdi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Mana bu yerga ham reshotkalar qo'ydirdim. Anchagina rivojlanyapmiz. Albatta, mana shunday nima desam ekan, menga sariq rang yoqdi va shu uchun sariq rangga bo'yadim va endi Jo'xaga telefon qilamiz. Hozir bir daqiqa mana bu yerga o'tirib olamiz va tushunmadim, nimaga ko'tarmayapti? Ko'tar tezroq, iltimos. Ko'tarmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Anchadan beri ko'tarmayapti, demak bugun ham ulana olmayman. Menimcha Jo'xani oldiga bormasam bo'lmaydi. Juda ham xavotir olyapman Jo'xadan. Ertagami borib kelishim kerak. Mayli. Chiroq yo'q qoldi ekan o'zi. Xo'sh, bo'ldi. Va mana bu yerda menda kassada hozircha pul yo'q, sababi hamma pul o'zimda. Mana sizlarga qancha pul borligini ko'rsataman. $2941.55. Xullas, bu pullarni anchadan beri yig'ib kelyapman do'kondan foyda qilyapman. Do'kondan anchagina foyda tushyapti va men bugun nima desam ekan, avtosalon ochmoqchiman. Bugun emas, endi qachondir. Bugun esa avtosalon uchun joy sotib olaman. Ya'ni bitta joy bor, mana shu do'konimizning yonida. O'sha yerni sotib olaman va biroz ustalarni chaqirib avtosalon qilaman. Va undan keyin mashina sotib, nima desam ekan, pul topaman. Do'konimiz ham yuraveradi, mashina ham sotaveramiz. Xo'p. Albatta, buni hammasiga bir o'zim erishmadim. Jo'xa ham yordam bergandi, lekin bu narsalarda endi Jo'xani o'zi yo'q. Bilmadim, mayli. Hozircha yonimda $100 tursa bo'ldi. Xo'p, ana endi biz nima desam ekan, o'sha nima desam, do'konimizda hali ham o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Nima deysizlar, qanaqangi o'zgarishlar qilib turaylik do'konimizda yoki o'zi yaxshimi? Xo'p, ana endi mana bu yer joy, tushunmadim. Qo'y, shaharda qo'y nima qilyapti? Menimcha birorta qassobniki qochib ketgan bo'lsa kerak, so'yishga olib qo'ygan qo'y bo'lsa. Mayli. Hozir telefon qilamiz ana shu mana bu yerni egasiga. Xo'p. Uni avval mana bu yerdan telefon qilamiz. Bir daqiqa. Allo, eshitaman. Ana bu bitta do'kon bor edi-ku, o'shaning yonidagi garaj siznikimi? Meniki. Nimaga? Men sotib olmoqchi edim. Kela olasizmi? Mayli, hozir yetib boraman. Biroz kuting. Bemalol kutib turaman. Xo'sh, ana bo'lmasam sotib oldik. Yo'q, sotib olganimiz yo'q. Ana endi sotib olamiz demoqchi edim. Xo'p, mayli azizlar, hozircha nima qilsam bo'ladi? Menimcha o'zi ham kelib qoldi. Ana kelyapti. Brat, men bu yoqdaman. Ko'rdim. Xullas, brat, sizga aytadigan bo'lsam, mana shu garaj menga tegishli. Sotib olmoqchimisiz? Sotib olmoqchiman. Bir tanishtirsangiz. Mana bu yer kattaroq garaj. Xullas, buni garaj qilasizmi? O'zgartirsangiz ham bo'ladi. Tagidagi yerlar ham menga tegishli. Xo'sh. Yanacha sizga yaxshiroq qilib ko'rsataman. Mana hozir mana shu yerdan boshlab, mana shu yerdan sizniki keluvchi, mana shu yerdan bergi tomoni, narigi tomoni yo'l sizniki emas. Va bu tomoni ham mana shu yergacha hozir mana shu yergacha sizniki. Ana shu boyagi buzgan joyim bilan shu buzgan joyimgacha bemalol xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Qolgan tomonlar sizniki emas, ana bu esa meniki, ya'ni. Xullas, unday bo'lsa buni qancha deyapsiz? Mana shu do'kon siznikimi? Meniki. Qancha deyapsiz bu joyini? Примерно $2000-3000. Hozir bir daqiqa. Xo'sh, $3000 dedi. Hozir men olib chiqib beraman. To'xta, bunga zo'r yo'l. Xullas aytaman, pullarni keyinroq beraman deb aytib qo'yaman. Va buni ham keyinroq sotib olaman deyman. Biroq qayerda ekan? Men o'tib ketdi nimagadir. Hozir borib ko'raylikchi. Aytaman, hozir hech kimga sotib qo'ymang, pulni keyin beraman va siz ham dokumentlarni keyinroq berasiz deyman. Ammo nimagadir hozir ovozim juda ham g'alati. Xo'p, mayli, buni nima aloqasi bor hozir bilmadim, lekin mayli. Bidat, keldingizmi? Keldim. Biz tushdim, mana siz ham tushing bu yoqqa. Mana shu belgilagan joyimdan narigi belgilagan joyimning o'rtasi sizniki xullas.
Nima qilamiz? Men pulni sizga keyinroq beraman. Dokumentlarni menga keyinroq berasiz, lekin buni aniq sotib olaman. Aha, tushunarli. Unda 3 kundan keyin kelaman. Aha, brat, 3 kundan keyin keling, men sotib olaman. Aha, sog' bo'ling, brat. Siz ham. Xo'sh. Juda ham yaxshi brat ekan. $3000. Menimcha arzon deb o'ylayapman. Mayli, bilmadim. Menda ham salkam $3000 bor. Uning uchun yana 1-2 kun ishlashim kerak $3000 uchun. Men mana bu 2900 qanchadir dollarni yig'ish uchun naqd bir oy ishladim. Yo'q, может, bir oy emasdir. Yana bilmadim. $3000 ga nima sotib olyapman men? Katta joy, даже garajlari ham bor. Orqada qurilgan narsalar ham bor. Menda shuncha pul bor hozircha. Ammo hozir esa bu yerda nima qilamiz? Xo'p, albatta kassada jimgina o'tiramiz, chunki biz do'konimizga ham qarashimiz kerak. Do'konimizga odatiy kunlarda nima desam ekan, bugun yakshanba kuni ko'p Yo bolalar, shu kadrni oxirigacha ko'ringlar. Xullas sizlarga Over Design kanalini tavsiya qilaman. Bu kanal sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Chunki bu dizayn kanal sizlarga arzon va sifatli qilib tayyorlab beradi. Agarda meni pulim yo'q-ku deydigan bo'lsangiz, siz agar yaxshiroq YouTube kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga tekinga yasab beradi. Ya'ni siz uni reklama qilasiz, u sizga tekinga yasab beradi. Xullas, yana Reddy'ni obunachiman, Reddy'dan keldim desangiz, sizga arzonroq qilib beradi, ya'ni chegirmada qilib beradi. Albatta, ссылка описанияda va kommentariyada o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va guruhiga o'tib Reddy'dan salom deb yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat obuna bo'lganlar uchun. Royim va nihoyat reklamani olib bo'ldiga, o'zi sen Over Designga obuna bo'lganmisan? Yo'q, bo'lmaganman. Nima? Ahmoqmisan? Bu yoqqa kelda seni. Xullas, men bir joyga ketyapman, ya'ni bir ish bo'yicha. Hozir sizlarga mayli to'lig'ini aytaman yashirmasdan. Men bitta binoga boraman, qorong'uroq bino va u yerda bir kishini kutib turaman. U kishi keladi, menga bir narsani beradi va ketadi. Men ham yo'limni davom etaman. Lekin u sizlar o'ylagan narsa emas, u boshqa narsa. Nima desam ekan, do'konimga kerakli narsani beradi. Nimaga maxfiy uchrashyapmiz? U nima desam ekan, ozgina noqonuniyroq, lekin siz o'ylagan narsa emas albatta. Xo'p, mayli, buni keyinroq ko'rib olasizlar, bilib olasizlar. Xo'p, ana endi kutamiz, birozdan so'ng kelib qoladi. Yaxshi, kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Vaqt hamma narsaga davo deb aytadi, lekin buni nimaga aytyapman hozir bilmadim. Mayli. Xo'p, qachongacha kutaman endi buni, qachon keladi bu binoga? Atmosfera ham juda ham ajoyib. Albatta bu shader emas. Mayli, mavzudan uzoqlashmagan holda davom etamiz. Va nihoyat narsamni oldim, u kishi ham ketdi va endi men ham sekin ketaman. Yaxshi. Mana shu yerdan boraman. Davaychi bir gazni oxirigacha berib ko'ramiz, mashinamizni sinab ko'ramiz. Davaychi bir drift qilib ko'raylik, atrofda gayi yo'q shekilli. Yo'q, nima bo'lyapti? Yo'q. Boshim. Nimaga ham tez aytadim? Shu problema kerakmidi menga? Yo'q. Voy, mana buni qara, devorni buzib kirib ketgan. Nimaga ham tez aytadim? Shu problema kerakmidi? Lekin oyog'im juda ham qattiq og'riyapti, senga shekilli. Telefon qilib ko'rish kerak. Hozir kimga? Albatta doktorga. Chunki oyog'im juda ham qattiq og'riyapti. Uncha singan bo'lsa kerak. O'g'illar, obunachilar, albatta bu qism ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qism uchun atigi 1000 ta like va keyingi qismni chiqaraman. Keyingi qismda nima bo'lgani qiziq bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib, Telegram kanalimga ham obuna bo'ling. Over Designga ham obuna bo'ling.